Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun odatlar shakllanishi haqida gaplashib o'tamiz. Odatlar qanday shakllanadi? Ikki xil odatlar bor, yaxshi odatlar va yomon odatlar. Odatda yomon odatlar o'zidan o'zi shakllanadi, ya'ni biz unda mental kuchimizni ishlatishimiz kerak bo'lmaydi. Ammo yaxshi odatlarda biz mehnat qilishimiz kerak bo'ladi va aqliy faoliyatimizni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, odat shakllantirishda bizga en kuchli instrument bor. Bu nima desangiz, bu checklist. Mana bu checklist. Checklist 30 kundan iborat bo'ladi. Indikatorlar va amaliyotlar bo'ladi. Siz masalan bu yerda masalan kitob o'qish, har kuni 5 daqiqa kitob o'qish deb yozasiz va 30 kun davomida plus qo'yib borasiz. Har kuni qilsangiz plus qo'yasiz. Masalan 15 kun plus qo'ysangiz, siz 16-kunda minus qilishni avtomatik xohlamay qolasiz. Ya'ni plus ketgandan keyin ko'nglingiz bo'lmaydi-da minus qilishga. Shuning uchun odat shakllantirishda checklist muhim ekan. Men ham o'zim checklist ishlataman. Masalan checklistim mana o'zimniki. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, uyqu, kitob o'qish, yugurish, raqam eslab qolish, ingliz tili shu kabi narsalar plus ketganman, minus bo'lgan. To'g'ri, minus bo'lib qoladi ba'zi bir kun, lekin uni uzmaslikka harakat qilish kerak. Minus bir kun masalan 18 kun qildingiz plus bir kun minus bo'lib qolsa, bo'ldi, u yo'q qilmayman deyish kerak emas. Dalshi plus qilishga harakat qilish kerak. Bu muhim odat shakllantirishda. Xo'p, odat shakllantirishda yo'lakcha effekti bor. Masalan, siz ishdan uyga borasiz har kuni. Masalan, A точка ish, B точка uyingiz bo'lsa, uyingizga har kun borasiz. Har kun borib ketasiz. Miyaning bitta kuchli tomoni bor. U doimiy qilinadigan narsalarga energetik balansni saqlashga harakat qiladi. Bu nima degani? Masalan, siz har kuni uydan ishga borasiz va miya shunaqa holatga keltiradiki, sizni ishingizni avtomat tarzda qiladigan qilib qo'yadi. Ya'ni unga energetik balansni sarflamaslikka harakat qiladi. Bu nima degani? Ya'ni bu to'g'ri narsa. Har bir narsaga energetik balansni sarflayversa, siz tezda charchab qolasiz. Shuning uchun avtomatgacha yetadi bu jarayon. Masalan, siz kubik Rubik bor. Kubik Rubikni o'rgandingiz va vaqt o'tib siz uni juda tez darajada, ya'ni avtomat tarzga olib keladi miya. Shunaqa tez qilasizki, masalan boshida 5 daqiqada qilsangiz, 4 daqiqada qilsangiz, keyinchalik bu 30 sekundda tushadi agar oddiy formula bilan. Agar u boshqa bir formula bilan qilsangiz tezroq qilishingiz mumkin, lekin oddiy formula bilan siz 30 sekundga tushirishingiz mumkin hisoblanadi. Bizda odatlar shakllanishi ham shunaqa. Masalan, boshida vaqt ketadi, lekin vaqt o'tgan sari miya uni siz uchun avtomat tarzda qilib qo'yadi. Masalan, sportda ham oladigan bo'lsak, siz biron bir xil nimani o'rgandingiz, trikni o'rgandingiz va vaqti kelib siz u trik uchun o'ylamay qiladigan bo'lasiz. Bu avtomatgacha yetgan jarayon hisoblanadi. Yo'lakcha effekti nima deydi? Yo'lakcha effekti, masalan, siz bitta yo'ldan yursangiz, u yo'lda o't o'sgan bo'lsa, siz yuraversangiz, u o't bir kun kelib yo'lak bo'lib qoladi. Siz yuraversangiz, u siz uchun yo'lak bo'ladi va u sizga mushkul bo'lmaydi. Ya'ni yo'lak bo'lgandan keyin o't o'smay qoladi, chunki siz u yerda doim harakat qilgan bo'lasiz. Ana shu narsa avtomatgacha yetkazilgan jarayon hisoblanadi. Ya'ni miyamiz avtomatgacha yetkazilgan jarayonga energiya sarflamas ekan. Shu narsani eslab qoling. Masalan, boshida ingliz tilida o'ylab gapirasiz. Masalan, ingliz tilida masalan present simple ni o'rgandingiz. Boshida o'ylab aydan keyin do qo'yaymi, das qo'yaymi, hidan keyin das qo'yiladimi deb o'ylaysiz. Vaqt o'tadi, miya uni avtomatik tarzda qilib qo'yadi. Siz o'ylamasdan, formulani o'ylamasdan gapirib keta oladigan bo'lasiz. Bu avtomatgacha yetkazilgan jarayon hisoblanadi. Yo'lakcha effekti ham shu. Masalan, uydan ishga borsangiz, siz bir xil ishni qilasiz. Masalan, uydan ishga har kun borib kelasiz. Uydagilar sizga aytdiki, uyda bir narsa buzilib qoldi. Kelishingda hozmakdan menga mana shunaqa turba olib kel dedi. Turbami biron bir qurilma olib kel dedi.
uni tuzatamiz dedi. Xo'p deysiz, siz ya'ni sizni borib kelishingiz avtomatgacha yetganligi uchun sizni masalan hozir meni yonimdan o'tib ketyapsiz, lekin siz u narsani olmaysiz. Ya'ni qurilma turbani olmaysiz. Nima uchun? Chunki u jarayon sizga avtomatga yetkazilgan hisoblanadi. Shuni bilishingiz kerak. Odat shakllantirishda mana bu narsadan kuchli narsa yo'q. Checklistda hali bu haqida buni nimasi bor, Telegram kanalimda yuklab olib chiqarsangiz bo'ladi. Xohlagan narsani olasiz. Har kuni qilsangiz plus qilib borasiz. Bu juda yaxshi narsa, o'zim ham ishlataman. Eng qizig'i men 1,5 yildan beri ishlataman. Shuning uchun tavsiya qilaman. Keyin dominantalar. Dominantalar nima deydi? 1923-yil Aleksey Alekseyevich Uxtimskiy degan inson dominantalarni fanga kiritgan. Fiziolog. Xo'p, bu nima degani? Dominantalar insonni dominantalar boshqaradi deydi. Bu miyamizdagi ping-pongga o'xshaydi deydi. Qarang, mana bu miyamiz, mana pastki nima? Umurtqa, stol. Miyamizda bizni dominantalar boshqaradi. Xo'p, bu nima degani? Siz bir ishni qilishingizda dominantalar boshqaradi bizni. Masalan, siz YouTube ko'ryapsiz. YouTube ko'rish dominantasi. Masalan, YouTube ko'rish dominantasi bor. Bu YouTube ko'rish dominantasi, masalan, ingliz tili ko'rish dominantasidan kattaroq bo'lsa, siz ingliz tili bilan shug'ullanmaysiz. Siz YouTube ko'rib o'tirasiz. YouTube, masalan, bufer deydi. Masalan, YouTube'da ingliz tilini o'rganaman deb YouTube ko'rib o'tirishingiz mumkin. Ya'ni dominanta kattaligi muhim hisoblanadi. Keyin masalan, siz YouTube ko'rib o'tiribsiz. Masalan, 1 soat o'tdi, 2 soat o'tdi, kino qiziq, YouTube qiziq, ko'ryapsiz. Mana bu yerda kichkina dominanta paydo bo'ladi. Hojatxona degan. Hojatxona yoki boshqa, umuman boshqa, masalan, ekzamen, imtihonga tayyorlanish dominantasi bo'lsin. Dominanta kichkina shakllanadi. Hali bu katta, bu yengyapti. Ya'ni katta dominanta kichik dominantaning ustidan hukmron bo'ladi va katta dominanta qilganini qildiradi. Ya'ni xohlaganini qildiradi. Mana bu dominanta katta bo'ladi. Mana bundan katta bo'lsa, qo'pol qilib aytganda, mana bundan katta bo'lsa, mana bunisi o'chadi. Bu avtomatik o'chadi. Siz va o'sha hojatxonaga borib ishingizni qilib kelasiz. Dominantalar shunaqa. Xo'p, dominantalarni aytib o'tdim. Dominantalar nimaga kerak bizga? Dominantalarni bildik, yaxshi ekan. Nimaga kerak dominanta? Dominanta bizga, ya'ni biz ingliz tili uchun dominantalarni shakllantirishimiz mumkin. Bu haqida yana gaplashib o'tamiz. Hozir aytib o'taman. Masalan, ingliz tili uchun dominantalarni shakllantirish qanaqa bo'ladi? Masalan, siz checklistga yozishingiz mumkin. Ingliz tili uchun dominanta shakllantirdim deb yozasiz. Har kuni bitta list olasiz. Ingliz tili dominantasini shakllantirish qanday bo'ladi? Bitta list olasiz va listda har kuni ertalab yozasiz. Ingliz tilini o'qisam foyda tomonlari. Agar o'qimasam zarar tomonlarini yozasiz. Men o'qimasam institutga, ingliz tiliga o'qimasam institutga kira olmayman. Institutga kirmasam mana bu ishni qila olmayman. Mana bu ishni qilmasam Rossiyaga borib ishlashimga to'g'ri keladi yoki o'qishimga to'g'ri keladi. Ingliz tilini borib mana bu dominanta, boya aytib o'tganimdek, dominanta ingliz tili dominantasi katta bo'lsa, boshqa hamma narsa o'chadi, siz borib ingliz tili bilan shug'ullanasiz. Ana shu narsa shakllanadi. Dominanta qanchada shakllanadi? Bu har xil narsaga har xil muddat belgilanadi. Ya'ni odatlar ham shakllanishi 21 kun deydi, lekin aslida bu mif. Bunaqa emas. Odatlar o'rtacha 2 haftadan 9 oygacha shakllanadi. 9 oygacha. Bu odat shakllanishi. Dominanta ham deyarli shunaqa shakllanadi. Har kuni yozishingiz bir kun kelib sizga ta'sir qiladi. Bu odatlarni shakllantirishiga kirish, обязательно checklistni yuklab oling va shu o'zingiz qiladigan narsalarni yozishingiz talab qilinadi. Mana men ham o'zim ham yozaman. Men ham mana 18 ta narsa bor ekan. Har kuni qiladigan. To'g'ri, ba'zilari qilinmaydi, ba'zilari qilinadi. Lekin mana bu pluslar uzilmaslikka harakat qilinadi doim.
Xo'p, odatlar shundan iborat. Sog' bo'ling, omon bo'ling, vaqtni qadriga yeting.